Assalomu alaykum yaqinlar, yaxshilar. Bugun bizlar Oqsaroyda, Samarqand shahrida. Bu Oqsaroy. Aslida bu mavzoley. Mavzoley Pogrebeniya. Pogrebeniya тоже рода Тимуридов. Podvalda bu yerda bir nechta o'sha Timur avlodidan nimalar ko'milgan. O'shalarni nimasi pamять historik nimasiga yasalgan o'sha Oqsaroy. 15-asrda davlat mudofaasida olingan me'moriy yodgorlik. 15-asrda qurilgan. Bitta qiziq narsani aytaman. Yana qo'shilinglar, yana ko'ringizlar. Bundan zo'r obyektlarni ko'rasiz.